Türkiye Tashqi ishlar Ministrligi 7 oktyabr ifoda bildirib, Turkiyaning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligi masalasiga davomli ko'ngil bo'ladiganligini bildirgan. Turkiya bu hafta Birlashgan Davlatlar Tashkilotining jamiyat, insonparvarlik, madaniyat masalalariga mas'ul bo'lgan 3-komitetga davlat bayonotnomasi sunib, Uyg'urlarning madaniyat kimligi va musulmonlik salohiyatiga hurmat qilish va uningga kafolatli qilishni talab qilgan. Bu bayonotnomada Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi munosabatlik organlarning Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq ahvolini xotirlash jihatdan muhim rol o'ynayotganligini ta'kidlanish bilan birga ba'zi konkret takliflar o'tirg'a qo'yilgan. Bu bayonotnomada yana Turkiyaning Xitoyning zamin butunligiga hurmat qiladiganligi, Turkiyaning xalqaro jamiyat va Xitoy hukumatidan Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarning boshqa millatlarga o'xshashla tang barobar huquqqa ega bo'lib, tinch xotirjam yashashiga kafolatli qilishni umid qiladiganligini bildirgan. Bu bayonotnomada Turkiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti qatorliq xalqaro tashkilotlarning rolidan foydalanib, Xitoy bilan Uyg'urlar masalasi to'g'riliq bevosita va unumli dialog hosil qiladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Uningdan boshqa, Turkiya bu bayonotnomada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Uyg'ur diyoriga roli bo'ladigan, cheklamaga uchirmaydigan ziyorat uyushtirishini, Xitoyning bu masalada xalqaroga ochiq oshkora bo'lishini umid qiladiganligini bildirgan. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi davomlashmoqda. Kishilar xohlagancha qo'lga ilinmoqda va qamalgan turma va lagerlarda turli qiyin-qistoq va dafsandichilikka uchirmoqda. Ijtimoiy taratqularda tarqalgan bir yonfon suhbat xotirasiga asoslanganda bir Uyg'ur kent komitetiga chaqirtilib 17 kundan keyin o'lganlik xabar kelgan. Suhbat xotirasida bir ayol mundaq degan: "Apamning singlisning yo'ldoshi 17 kun burun kent komitetiga chaqirilib ekan. O'tgan juma kuni o'lganlik xabar kelibdi. Oilasidagilar jasadini ko'rolmasdan yerlikka qo'yib yetibdi." Suhbat xotirasidan ma'lum bo'lishicha, ziyonkashlikka uchirg'uvchining 3 bolasi yetim qolgan. Qozog'istonda 31 may siyosiy ta'qib qurbonlarining xotirlash kuni deb e'lon qilingan bo'lib, har yili 31 may kuni Qozog'istonda 20-asrning birinchi yarmida Sovet hokimiyati va Kommunistlar partiyasi tomonidan yurgizilgan siyosiy ta'qiblashlarda qurbon bo'lganlarga atab har xil faoliyatlar o'tkazildi va matbuotlarda bu haqda maqolalar e'lon qilindi. Shu munosabat bilan Almatoda 1918-yildagi avto fojiasida Sovet ittifoqining ziyonkashligiga uchragan Uyg'urlarni xotirlash faoliyati o'tkazildi. Xitoy virusi sababli faoliyatga oz sondagi jamoat arboblari va ziyolilar qatnashdi. Ular so'zlarda ayni vaqtdagi siyosiy ziyonkashlikning qurbonlarini xotirlash bilan birga avlodlarga tarixni to'g'ri shaklda o'rgatishning ahamiyatini ta'kidladi. Faoliyatda yana mukofot tarqatish murosimi o'tkazildi va shehidlarning ro'yiga duo qilindi. Qozog'iston tarixidagi dahshatli atom fojiasi, ya'ni 1918-yili may-iyun oylarida yuz bergan, barchani halaykunga solgan siyosiy ta'qiplash qurbonlarining mangu o'chmas ro'yiga bag'ishlab nashr qilingan o'chmas xotira kitobini tonishtirish ham shehidlar ro'yiga atab duo berib ta'zim qilib nazr o'tkazish niyatida barchamiz ushbu faoliyatga shig'ilib o'tiribmiz. Kelgan qadimlar marhaba. Angliyaning muhofizachi gazeti to'rining 6 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Angliya Uyg'urlar uchirgan dafsanchilik sababidan 2022-yili o'tkazilmoqchi bo'lgan Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishi mumkin ekan. Xabarda aytilishicha, Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab, Angliya Tashqi ishlar ministrligi alohida komitetining yig'inida kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi turish masalasi haqida savol so'ralganda, agar Uyg'ur musulmonlarining Xitoyda ig'ir dafsanda qilayotganligi haqidagi isbotlar ko'plab o'tirg'a chiqaversa, Angliya 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmasligi mumkin degan. O yana tantarbiya bilan tashqi siyosatni ayirib etishni qo'llasimi, ba'zi chog'da uning mumkin emasligini bildirgan hamda biz keyingi qadamda qanday qilishni atrofliq o'ylashyapmiz degan.
Egillanishicha, Xitoyda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusi yuqumi sababidan yaqinqi bir yilda taraqqiy topgan davlatlar fuqarolarining Xitoyga bo'lgan ishonmaslik darajasi oshgan. Amerikaga joylashgan Pew tadqiqot markazi ilib borgan telefon tekshirish natijasiga qaraganda, Xitoyga bo'lgan ishonmaslik bugunga qadar barliq davlatlarda eng yuqori saviyaga yetgan. Bu tadqiqotda 10-iyundan 3-avgustgacha 14 davlatdan kelgan 14.276 quramiga yetgan kishining qarashi e'lingan. Amerika, Kanada, Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Belgiya, Gollandiya, Daniya, Shvetsiya, Yaponiya, Koreya va Avstraliyalik qatnashuvchilarning ko'pinchisi Xitoyga qarata salbiy ta'siroti borligini bayon qilgan. Ray sinash natijasida ma'lum bo'lishicha, Xitoyga ishonmaslik nisbati Yaponiyada eng yuqori bo'lib, 86% ekan. Uningdan qolsa Fransiyada 85%, Avstraliyada 81% ekan.